你却早已充满无限的向往。就这样随迷茫，可还是决心要越上出神的光。辽阔的世界，自由而宽广，沸腾血液在心中流淌。爱有曾经的失落，不需要迷惘，有你和我一起闯。越猖狂越不会彷徨，我们心中从未有迷茫，用爱青春去解放梦的力量，向自由向Nereden kelgen şumpen sen? İşigim aldıda qalaymaqanchilik chiqarishga petindigan. Yo'q dedim-mi? Yo'q. Shahzoda bo'lsang-mi, ko'zimdan yo'qol. Sarayimizda yatmoqchi bo'lsang, uning o'ziga tushliq qaydi yo'soni bor. Undaq yotman deb yotadigan uying emas bu. Aldingi kuni o'zini dangsimagan bir seriq tuk xislatli shamshar mazhabidagilar tarafidan ishqa aylantirib qo'yildi. Jo'ylama, bizni qo'rqitma deb o'ylama. Tez, boyvachchiga eshigini och. Yana so'raydiganlar bormi yoki oldingi kundagi kishida qiyin bo'lib ketganlar bormi? Bo'ldi. Men bu sahroliklarga bozorimizning qaynisini so'zlab beryaptim. Qaraganda avliyolik ko'tarilish yig'iniga yana necha kun bor deb o'ylaydi ekansizlar-da. Ammo sizlar bu bozorga qadam bosqanda tatlı sinoq boshlanib bo'ladi. Bu yilqi yangi qoida. Bayasiz. Kirmoqchi bo'lganlarga qarta alayda belgilama borlig'ini degan edingiz. Demak, shartinglarni ado qila olsak, sariyonlarda qunalg'iga erisha oladi ekanmiz-da. Qadrlik inim, haqiqatan zerakkansiz. Haqiqatan mo qonalg'i izlaydiganlar uchun kirish bileti bo'lishi kerak. Kirish bileti? Afsuslanarlik shuki, bu biletdan butun bozor bo'yicha faqat birilla bor. Uni nerdan topqili bo'ladi? Men nerdan bilay? Bayaq sizlarlik shamshar mazhabidagilar deydi-ku, sizlar bozorga qadam bosgandan tartibla sinoq boshlanib bo'lgan. Qaraganda bir vazifani o'rinlaganlar ondan bu kirish biletiga erisha oladi ekanda. Balkim kirish biletiga erishsak, avliyolik ko'tarilish marosimida nomer qo'shilishi mumkin. Asli mundaq ekan-da. Kirish bileti bu yerda la. Bu bo'lsalar qunalg'iga erisha olayman, to'g'rimi? Kirish bileti degan o'sha-shumi? Mana, birodarlar, bu yoqqa marhamat. Amsa tuz qilmadim, ha? Bu kimdan? La. Xo'jayinning oshnasimi nima? Bu nimada g'alati odamdir. Hammasi qarg'oqagidek. Mana bu sening. Mayxonaga kirmoqchi bo'lsangiz, yaxshisi kiyiningizga yening. Mushunda qattiq yomg'irda har qanday shapini sizzalaydi ekan. Qoyilman. Peqir Yuntay mamlakatida nom sharifim Xayyunfan. Avliyolik ko'tarilish yig'ilishiga qatnashquchilardan biri. Bayman sarayga tushganlarning tizimligini bir ko'zdan kechirib baqdim. Bu birodarning ismi Wang Luo deyman. Nima ishingiz bor? Mening kirish biletiga erishgan bor. Shunga ilqi Navada atibanga bir kunlik malay bo'lishni xohlasangiz, orzuyingiz ishga ishib kelishi mumkin. Bo'ladi. Faqat bir kunlik bo'ladigan ish bo'lsa. Keling Ayshah, keling. Men sizga o'zimning qahramonlik ishingizlarini tafsiliy aytib beray. Siz haqqa o'zingizni ko'rsatmay o'rin turib ekansiz-da. Men dastlabda bu bozorga kirgan chog'imda bir madah bo'yiga yo'liqib qoldim. Boshda uning nima deganlarini tushunmagan edim. Ham hech kimning uning bilan kari yo'q ekan. Ammo men bu bo'yining biroz bilan mundashqisi kelgan ekanligini bayqadim. Shundaqla u gap qilaverib cho'qim usab ketdi deb o'yladim. Shuning bilan uni suv berdim. Menmi uningga suv bersam, u toza rozi bo'lmadi. Men bu ahvolni ko'rib, pechini do'konining oldiga bordim. Qiz qo'g'lashmoqchi o'xshamamdi. Qiz qo'g'lashish? Bu bo'yining yuragi kichik bo'lg'achqa qizning oldiga boramadi. Shuning bilan men u bo'yini boshlab tatliq turim do'konining oldiga bordim. Ammo tatliq turimlarning hammasi choychi xo'jayin tarafidan setib olingan edi. Shuning bilan xushligida qiliq topolmay qolgan bo'vay kirish biletini menga berib berdi. Ziyon tortibdi menda. Buning bilan o'tishmoqchimikan?
Bak martlashib ketibsiz-ku. Aldingi qitim echinishga o'tirib qo'yganingizni unutib qolmang. Bu qitim nimani tikmoqchi? Bir kunda 100 tüp suvda pishirilgan turib setib olsangiz yengan bo'lasiz. Lavada o'tirib qo'ysangiz, men bilan birga xislatlik shamshar mazhabiga qaytasiz. Maydkasi shu 100 tüp turibkan-ku, buning nari tas. Biroq, mening bir shartim bor. Tasmı, turib nima shunda qilmas satamdi? U qiyri ablaq menga o'ri qo'labdi. Havo nimaga yaxshi? Xayrli sahar Shavxay. Xayrli sahar. Nimandaq ig'ir. Xayrli sahar xo'jayin. Nim bo'ldi? Saharda turib saqil chiqqaningizga qaraganda saringizni qilib qolaydigan o'xshamamdi. Sening tayoq yegan kelyaptamdi. Tezda. İşkanlarga bir iş bo'lmagandi. Bu dötvangjonizda oxir kelding, ha? Bayvatcha, sizni oxir topdim. Bozorga kirishim bilan bir necha likchakning qo'za qilishiga uchirdim. Yuktoqning hammasi yo'q bo'ldi. Begimning sizni deb avatgan narsalarining hammasi yo'q bo'ldi, Bayvatcha. Sizning tadbiringizning hammasini men setib oldim. Buning sharti bo'lsa, toki avliyolik ko'tarilish yig'ilishigacha bizning yeb ichishimiz va yotog'imiz sizdan bo'lishi kerak. Ha, pek yaxshi bo'ldi. Bo'pti, sinab beqin. Lingshi bozor bo'lsa, qisatli shamshar tog' bag'ridagi guhar zimin. Shunlashqa bu yerda avliyolarning yemekligi kam bosmamaydi. Masalan, aytsak, bu o'tangda setiladigan oltin turib. Bu shamshar mazhabidagilar aloyi tavsiya qilgan ozuqlik qiymati mo'l yemeklik bo'lib, avliyolikqa ko'tarilish yig'ilishida tonishtirilish oldi turmoqda. Hozir aloyida baho setiladi. Bir tipi orali 998 yuan. Kim baldir setib olsa shuni bo'ladi. Bak tamlikda qilamdi nima? Şoğunası bək qimmatgar. Kim o ilişki peytini alırsın? Hem yenemdeki pul 3 kişilik ilişki yetmigüdek. Birini asan tetib baxsaq qandaq. Bunda qısaq satamaymiz. Boyvachchining plani sal o'zgacha. Lekin davomlashtirsak muvaffaqiyat qozonishimiz mumkin. Ha, boyvachchi keldi. Kelinglar. Tez keladigan fursat bu. Bu turplarning hammasini mana men setib olaman. Ha? Mehmon, bu turplarni bir odam faqat 3 tipli ilishki bo'ladi. Mehmon, qo'lingiz bak ochiqgan. Siz cho'qim odatga odam emas. Acaba siz zeyliqi birdan bir vazifani o'rinlab kirish millatiga erishgan katta kishi Wang Dalu boyvachchi o'xshamamsiz. Shunday qiladi nima? Bu yerda turgan har qaysinglar avliyolik ko'tarilish yig'ilishiga qatnashib, xislatlik shamshar mazhabiga qatnashish oldi turganlar. Shunglashqa xislatlik yildizni anglagan bo'lishinglar mumkin. Gerçi odatdagi odamlar to'g'ri orqali xislatlik yildizga ega bo'lsa-mu, ammo xislatlik shamshar mazhabining tanlamoqchi bo'lgani burun tovlinib boqmagan ruhiy pakiz kishilardir. Shunga ruhiy bulg'anib ketganlarni xislatlik shamshar mazhabidagilar hargiz qabul qilmaydi. Ammo mening tekshirishimga asoslanganda bu xislatlik turibning ruhiy bulg'anib ketganlarning ruhini paklash xususiyati bor. Shunga bu turibni qancha qimmat satsa-mu, yanada arzon qiladi. Faqat ahmoqlar bundaq yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'ydi. Sizlar yana nimaga saqlab tursizlar? Ben olaman. Deyishganimizdek, sizlarga bir vaqt yaxshi g'izo tayyorladim. Va, boyvachchi, nima degan mo'l? Amisa obdan g'izolangaysizlar. Ha? Yig'ilishdan burunqi g'izoning hammasi mushiyada. Bu 3 kunlik g'izomi. Ayol xo'jayin bek qisqgan. Bularni bir kunda yeyotadigan tursak 3 kunlik tavatqilni. Ha, undan boshqa bu mening sizlarga bildirgan rahmatim. Aram uchinchilikmi? Siz bakilib qisqansiz juma. Yoqtirmasangiz tashlab etdim. Qo'libning tugimasi birdan ekanda. Acaba bu ayol xo'jayinning o'jirisining oshquchimidi? Acaba u sizga javob qaytarmoqchimidi? Wangjon, faqat o'ylamabdiman. Sen nimadoq pes odam. Men faqat chaqchaq qilib qo'ydim boyvachchi. Unda satqorimisingiz shu. U soltak bu qitimqi yig'ilishda o'tib chiqsa bo'ladi. O xo'jayinning tamiqi 3 kungacha shundoq yeb-yangi turdi ekan desa. Hayronman. Balkim o ayol xo'jayinning hilisi bo'lishi mumkin. Boyvachchi meni saqlab turing. Qaranglar, nima sho'g'anda? Voy, nimadoq ko'p odam bu. Tez qaranglar, bir narsa uchib kelyapti. Ha?
Tövəndə əvliyalık kötürülüş yığılışı rəsmi başlanıdı. Sınaqlardan oңышlıq ötəligənlərlə məzifimizə kiriş salayetiga ega bo'la oladi. Məzhəbə kiriş imtihani nəhayət müşkül. Aldı bilan birinci bo'lib, bu altın ko'rikdan o'tish kerak. Bu sizlarning əvliyalıqqa yetishinglarning birinchi o'tkili. Bu bakla oson-ku. Boyvachcha, biz oldindan boraylik. Quvvatda. Bu ko'rikdan faqat 10 keçdən tövəllərlə ötəlaydi. Bo'ldi, boshqalaringlar o'zinglarni besib olib qaytib ketinglar. Nima? Amsi yuk taqamni olib qaytib ketay bo'ldi. Qanday qilamiz? Kentga qayt qilib bo'lmasa ya. Bo'lmasa shu yerdan xizmat topaylik. Mayli Vangjong. Bu yil qanchalik odam o'tali? Yana shu 2-3 o'tamikin? Ammo shundaqmi? Ha, rost. Bu yilgi imtihonga hiliqi g'alati savol chiqargani. Mayli nimalar bo'lsin, imtihonning oxiri qalayimqon bo'lib ketmasa bo'ladi-ku. Vang birodar. To'xtab turing. Men sizning teg 12 ga kirmagingizni o'ylamabdiman. Ammo qarashqa 15 yoshdagi ko'rindi ekansiz. Birodar, mazaq qilmang. Boshqa ishingiz bo'lmasa, men ayg'ishvaman. To'xtab turing, birga mangayli. Birga mangayli? Shundaq. Bir-birimizga g'amxo'rlik qilib, holimizdan xabar olamiz. Imtihonga kirish bosqichi teg boshlanmadi. Balkim oldimizda yana nurg'un mushkulotlar bo'lishi mumkin. Ko'nlar uyda ota-onaga, sirtda do'stlarga tayinish kerak deb to'g'ri aytgan. Bundaq bo'lganda nurg'un qulayliklar bo'ladi emasmi? Sirtda do'stlarga tayinish kerak? Siz mendek bekzodini boshqalarga hojatman deb o'ylayapsiz? Bo'ldi, chaqchaq qilib qo'ydim. Shavxay, ammo mening boshqalarga hojatim tushmaydi. Lekin sizga g'amxo'rlik qilsam albatta bo'ladi. Buning ustiga buningdan keyin og'ayni bo'lib qolsak, albatta sizga ko'proq g'amxo'rlik qilish mas'uliyatim bor bo'ladi emasmi? Chunki sizmi bizning Vangjonga o'xshash pulisiz uchib ketgudek bo'l ekansiz. Men bir odam o'tgandan qandoqmi o'taman? Bo'ptilar. Shavxay, siz menga bunday yolg'irib turvag'ayada, men do'stligimizning yuzini qilib, siz nima ila bo'ling? Do'stligimizning? Boyvachcha. Meni kechiring. Ko'zing yo'qmi sening shumtak? Bu ko'rikdan faqat 12 yoshdan tuvanlarni o'tishga bo'ladi degan-ku, bu tog'am kim endi? Men qalayimqa baqirish ketindingmi? Meni kim deb qolgan edi? Seni bu yerda tashlab ketaman. Gap qilishaylik. Ketishdan nima Men buyruq qilyapsan. Bu tushunmi, o'ngimmi? Ko'r ko'zim odam tanimabdi emasmi? Nima degan qoldiz? Bizning boyvachchaning donqi yiroqlog'i tor qilibdi. Amaliyotda undaq emas. U odamni qo'rqitqani, balki u. Bo'ldi, Vangjong, mayli. Ma'qul. Aras Shavxay, siz meni bir narsani yushiratamsiz nima? Yo'q, undaq emas. To'xtanglar, meni saqlanglar. Bu bo'pti zodi nima bo'ldi? Nimandaq ig'ir? Hech nimani bilaman. Bu ko'rik azoda ham tinish bo'lsa-mu, ammo nemishqa og'ir ko'rinmaydi-g'ando. Oy, nereden paydo bo'lgan tuman bu? Texmi ko'ramidik-ku? Hech nimani ko'ramayapman-ku. Men shu hech nimani ko'ramadim. Bo'lmadi, men hech nimani ko'ramayapman. Biroz ko'rikdan tushib ketamdi, nima? Shundaq bo'lsa yaxshi bo'lmamdi. Odam qancha oz bo'lsa, bizmi shuncha yeniklab qolamiz. Bu apsun o'qilgan suv saqlag'ishda qiladi. Nim demakchi? Demakmanki, darhol suv ichaman desak. Mana buningdek bo'lamiz. Shunga pul to'lashimiz kerak. Buningga pul to'lamasak bo'lmaydiganligini sen qanday bilding? Chunki buning ustiga soda deb yoziqliq ekan. Pulni oviyadan solsak suv o'zi yiqib tushidi ekanda. Asli mundaq ekanda. To'shing buzrukvarining deganlari haqiqatan to'g'ri ekan. Ammo sizlar uning mohiyatini texi bilmaysizlar. Nima deding? Bu nima deganing? O soltak, oyog'ingning ichidagi layni buningga tushirib atding-ku. Sen qasdan qilyapsan? Chapaq yesib ketgan ko'zlaringlarni o'g'li etib qaranglar. Oltin. Nemishqa oltinga aylanib qoladi. Ajibaslar bu saqlag'ichning ostida pashburjaglik rasm borligini ko'rdinglarmi? Suv erib yog'ochga aylanadi. Yog'och qurib o't hosil qiladi. Modda kuyib kulga aylanadi. Kul yana tuproqqa qaytadi. Mineral modda bilan metallar to'pining ostida saqlangan. Oltinning sirtqi qavati uyushchan bo'lg'achqa, bu orqali oltinga erishildi.
Bo'ldi, bundaq cho'ng nazariyalarni sizlarga ming desammi, baribir tushunmaysizlar. Mening qiyosimning to'g'riligini isbotlash uchun men boya suvga ozroq to'p to'kib sinab baqdim. Sizlarmi ko'rdinglar-ku? Bu 5 modelni o'zaro almashtirg'ish. Uning prinsipi nihoyat oddiy. Balkim bu xislatli Shamshar mazhabi oqsoqolining kenja qizi o'ynaydigan bir narsa bo'lishi mumkin. Bak ko'p so'zlab ketgan bo'lsangmi, biroq bizga hozir sudun boshqa narsa kerak emas. Bu almashtirishning biz bilan nima aloqasi? Xata. Ha? Biz hozir nima qilyapmiz? Biz degan avliyolik ko'tarilish yig'ilishi qatnashyapmiz. Nemishqa bundaq narsani oldimizga bekardan-bekar qo'yib qo'ydi. Bu balkim keyingi o'tganning ochqichidir. Balkim bu suv bizga deb berilishi mumkin. Bu suda oltin bo'lgan bo'lsa, andin bo'ladi. Ammo bizda oltin bo'lmasa, Bo'lmasa yugurib bozorga berib to'p akilandik ya. Bizning hozir qayerda turayotganligimizni unutib qoldinglarmi? Biz oltin ko'rikning ustida ko'pchilik. Oltin ko'rikni buzmaysizlar deb hech kim qayta tuzib bermagan, to'g'rimi? Mana bundaq qilamiz. Ha. G'ayrat qilaylik. G'ayrat qilaylik. Boyvachcha, biz qo'limizsaqmi bo'la? Bangjong, bo'pinash. Xo'p. Vah, nima degan qoldingiz? Boyvachcha, buni mushundaq yerda ishlatilganligini burilib parast qilib o'tgansizda. Buning uchun biz ayol xo'jayinga rahmat aytishimiz kerak. Yo'lga chiqamsiz? Tamoqatisini qaytarib beray. Bu tamoqatisi oltindan yasalgan. Sizga xatir bo'lib qolsin. Ha? Balkim buningga suv tegishinglar mumkin. Ayol xo'jayining bu avliyolik ko'tarilish yig'ilishi bilan cho'qim munosabati bor ekan. Balkim u xislatli Shamshar mazhabining odam bo'lishi mumkin. Faqat mushu balalar ko'rikni buzmay turib oshqishni tepib oldi. Balkim nomerimi tuvan bo'lmasligi mumkin. Buning haqqi uchun texi Shaolingning yordamiga erishdi. Nima degan talaylik? Nimali degan bilan bu yilgi imtihonni o'zim loyihaladim. Talayga tayansa hech qancha alg'a bosolmaydi. Qani qarab baqaychi, qanchalik ilgarilaydi ekan. Aldirmalar, to'kib silishib bo'lmaydi. Aldirmalar, bu bak qimmatlik. Bo'ladi. Yana azroq g'ayrat qilaylik. Ha? Bir top kalmala. Buni yetkizakli bo'lmadimi? Navbat bizga keldi. Ma'doq. Boyvachcha, faqat menga umidim. Men bilan qaringiz bo'lmasin. Ketavering. Bo'ldi, men ko'taray. Sen yetishibman. Boyvachcha. Xotirjam bo'l, seni hargiz tashlab qo'ymayman. O'zingni ortiqcha qiynama. Ha? Tez kechinglar. Shavqay, Bangjongni yurib Ma'qul. Hey! Boyvachcha! Qanday qilaman? Egizlikdan qo'rqish keslan batdi. Ha? Bu qanday yamdi? Qaraganda keyingi vazifaga yiqilib qolganda qilamiz.那些年。